Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun men sizlar bilan hammamiz uchun juda muhim, ba'zan esa hayotiy zarur bo'lgan bir masalani batafsil muhokama qilamiz. Men bugun Davlat bankidan sizga katta miqdorda qo'shimcha to'lov berilishi mumkinligi, lekin ko'pchilik buni bilmayotgani yoki qanday olishni bilmayotgani haqida so'z yuritaman. Bu ma'lumot har bir fuqaro uchun hayotiy muhim. Chunki u sizning cho'ntagingizga bevosita ta'sir qiladi va farovonligingizni oshirishga yordam berishi mumkin. Shu sababli agar siz hali kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki sizning qo'llab-quvvatlashingiz tufayli men bunday muhim ma'lumotlarni tez-tez ulashishda davom etaman. Muammoning mohiyati. Oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? Aziz do'stlar, davlat tomonidan fuqarolarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ularning turmush sharoitini yaxshilashga qaratilgan dasturlar doim bo'lgan. Ammo shuni tan olish kerakki, avvallari bu jarayonlar biroz murakkab, shaffof emas edi. Ko'pincha fuqarolar o'zlariga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan imtiyozlar, kompensatsiyalar yoki qo'shimcha to'lovlar haqida yetarli ma'lumotga ega bo'lmasdilar. Ma'lumotlar tarqoq bo'lib, bir idoradan ikkinchisiga yugurish, uzoq navbatlarda turish, qog'ozbozlik bilan shug'ullanish odatiy hol edi. Ba'zi imtiyozlar faqat ma'lum bir doira uchun mo'ljallangan bo'lsa, boshqalari haqida umumiy xabardorlik juda past edi. Ko'pchilik buni murakkab tizim deb bilib, umuman harakat qilmaslikni afzal ko'rardi. Natijada ko'plab insonlar o'zlariga tegishli bo'lgan haqli pul mablag'laridan bexabar qolib, ularni olmasdan yashab keldilar. Bu holat albatta fuqarolarning davlatga bo'lgan ishonchiga ham ta'sir qilmasdan qolmasdi. Hozir esa vaziyat tubdan o'zgardi. So'nggi yillarda prezidentimiz va hukumatimiz tomonidan qabul qilingan qator qarorlar, farmonlar va yangi dasturlar tufayli ijtimoiy himoya mexanizmlari sezilarli darajada soddalashtirildi va shaffoflashtirildi. Eng muhimi, bu yangiliklarning aksariyati davlat banklari orqali amalga oshirilmoqda. Davlat banklari bu nafaqat kredit beruvchi yoki depozit qabul qiluvchi muassasalar, balki hozirgi kunda ular fuqarolarga davlat tomonidan berilayotgan moliya yordamlarini yetkazish bo'yicha ham muhim rol o'ynamoqda. Ularning infratuzilmasi, filiallarning ko'pligi va aholiga yaqinligi tufayli bu to'lovlarni olish ancha osonlashdi. Bugun aynan shu yangi tizimlar va imkoniyatlar haqida gaplashamiz. Hukumat ijtimoiy adolatni ta'minlash, aholining ehtiyojmand qatlamlarini qo'llab-quvvatlash va umumiy farovonlikni oshirish maqsadida avvalgi byurokratik to'siqlarni olib tashlab, fuqarolarga to'g'ridan-to'g'ri va samarali yordam berish yo'lini tanladi. Endi siz nafaqat murakkab hujjatlar to'plash majburiyatidan qutulasiz, balki ba'zi hollarda bu to'lovlar avtomatik ravishda, hatto sizning arizangiz ham taqdim etilishi mumkin. Bu esa vaqtni, asablarni tejaydi va eng muhimi, haqli fuqarolarning o'z pullarini olishini ta'minlaydi. Birinchi asosiy qism nimani bilishingiz kerak, kim xavotirlanishi, ya'ni e'tibor berishi kerak va kim xavotirlanmasligi kerak. Avvalo, shuni ta'kidlash kerakki, gap qandaydir firibgarlik sxemasi yoki shubhali takliflar haqida ketmayapti. Bu mutlaqo qonuniy, davlat tomonidan kafolatlangan moliyaviy yordam va kompensatsiyalar haqida. Demak, siz xotirjam bo'lishingiz va ushbu ma'lumotni jiddiy qabul qilishingiz lozim. Bu pul sizning haqqingiz va uni olishingiz kerak. Kim xavotirlanishi, ya'ni ushbu ma'lumotga e'tibor berish kerak aslida. Deyarli har bir fuqaro diqqatli bo'lishi lozim. Chunki bu dasturlar juda keng qamrovli. Ammo ayniqsa quyidagi toifadagi insonlar bu masalaga jiddiy yondashishi shart. Birin, nafaqaxo'rlar va pensionerlar. Keksa avlod vakillari uchun davlat doimiy ravishda turli qo'llab-quvvatlash choralarini ko'rib keladi. Masalan, ba'zi davlat banklari orqali nafaqaxo'rlar uchun maxsus depozit dasturlari joriy etiladi. Bu dasturlar yuqori foiz stavkalarini taklif qiladi yoki har oylik qo'shimcha to'lovlarni o'z ichiga oladi. Bunday holda sizning nafaqa kartangizga bog'langan maxsus hisob raqamlariga avtomatik ravishda qo'shimcha mablag'lar kelib tushishi mumkin. Shuningdek, Sovet davrida ochilgan eskirgan depozitlar bo'yicha kompensatsiyalar masalasi ham davlat kun tartibida turadi. Agar sizda yillar davomida saqlanib qolgan eski jamg'arma daftarchalar bo'lsa, ularni tekshirishni unutmang. Ko'pincha bu kompensatsiya inflyatsiya va devalvatsiyani hisobga olgan holda aniqlanadi. Misolbek nafaqaxo'r. U butun umr o'qituvchilik qilib endi nafaqada. Uning o'g'li chet elda ishlagani sababli Farida bu o'ziga tegishli bo'lgan davlat tomonidan beriladigan ko'plab imtiyozlardan bexabar edi.
Yaqinda hukumat qarori bilan nafaqaxo'rlar uchun kommunal to'lovlarni qoplash uchun har oyda 1 ming so'm miqdorida qo'shimcha to'lovlar ajratildi. Bu to'lovlar Farida buvining Xalq bankidagi nafaqa kartasiga avtomatik tarzda kelib tushar edi. Lekin Farida buvi bank ilovasini ishlatishni bilmagani va SMS xabarlarga e'tibor bermagani uchun bu pul uning kartasida yig'ilib turganini bilmasdi. Uning navrasi kartani tekshirganda Farida buvi kartasida bir yildan beri yig'ilgan 600 ming so'm pul borligini aniqladi. Bu Farida buvi uchun kutilmagan katta yordam bo'ldi. Bunday to'lovlar haqida bilmaslik juda ko'plab nafaqaxo'rlarga xos holat. Shuning uchun yaqinlaringizning bank hisoblarini tekshirishda yordam berishni unutmang. 2. Astas kam ta'minlangan oilalar va ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar davlat ularga moddiy yordam ko'rsatish maqsadida maxsus dasturlarni amalga oshiradi. Bular masalan, bolalar nafaqalari, moddiy yordam, maktabga tayyorgarlik uchun bir martalik to'lovlar, uy-joy ijarasini qoplash bo'yicha subsidiyalar bo'lishi mumkin. Bu to'lovlar ham ko'pincha davlat banklari orqali, masalan, mahalliy saxovat va ko'mak jamg'armalari bilan hamkorlikda amalga oshiriladi. Misol 2 kam ta'minlangan oila 20 yoshli Oygul turmush o'rtog'ini yoshligida yo'qotgan 2 nafar yosh farzandi bor. U qo'li qisqaligi tufayli farzandlarini boqishga qiynalardi. Mahalla faollari yordamida u ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritildi. Ushbu reyestrga kiritilgandan so'ng unga har oyda 2 bolasi uchun bolalar nafaqasi, shuningdek kommunal to'lovlar uchun davlat tomonidan ajratilgan subsidiya Agrobankdagi maxsus kartasiga kelib tushishni boshladi. Bu subsidiya har oyda uning xonadoniga keladigan kommunal to'lovlarning 30%ni qoplar edi. Bu esa taxminan 1000 so'm degani. Yozda maktabga chiqadigan katta farzandi uchun esa unga davlat banki orqali 300 ming so'mlik bir martalik yordam puli ajratildi. Oygul dastlab bu pullarning qanday kelib tushishini bilmasdi. Lekin bank unga SMS orqali xabar berib turdi. Uning qo'liga tushgan bu mablag'lar uning oilasining moddiy ahvolini ancha yaxshiladi. Uchtiz ko'p bolali oilalar. Ularga ham davlat tomonidan ko'mak berish ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Bu ayniqsa 1-marta uy-joy sotib olishda, kredit foizlarini qoplashda yoki bolalarni maktabga tayyorlashda sezilarli bo'ladi. Ashtirish misol 3 ko'p bolali oila. 4 nafar farzandning otasi bo'lgan akamiz Jamshid uzoq yillar ijara uyda yashab kelardi. Yangi davlat dasturi doirasida ko'p bolali oilalar uchun ipoteka kreditlari bo'yicha davlat subsidiya ajratishni boshladi. Bunda sotib olinadigan uy narxining 10% bo'lgan qismi davlat tomonidan qoplanishi mumkin edi. Jamshid O'zmilliy bank orqali ipoteka krediti rasmiylashtirayotganda aynan shu dasturga tushdi va unga 20 ming so'm miqdoridagi dastlabki to'lov subsidiya sifatida ajratildi. Bu subsidiya to'g'ridan-to'g'ri bankka o'tkazildi. Bu esa Jamshidning yelkasidan katta yukni oldi. Agar Jamshid bunday dasturlar haqida bilmaganda, u o'z uyini sotib olish imkoniyatini ancha kechroq qo'lga kiritgan bo'lar edi. 4. Yosh oilalar va yosh mutaxassislar, ayniqsa hududlarda ishlayotgan yosh mutaxassislar uchun uy-joy sotib olishda subsidiyalar, ta'lim kreditlariga foizsiz muddatlar yoki davlat tomonidan qoplash kabi imkoniyatlar yaratiladi. Bu imkoniyatlar davlat banklari orqali ko'pincha yoshlarga do'stona shartlarda taklif etiladi. Asterisk misol 4 yosh mutaxassis yangi ishga kirgan yosh shifokor Dilnoza viloyat markaziga yuborildi. U yerda yashash va ishlash sharoitlarini yaratish maqsadida unga davlat tomonidan bir martalik 10 ming so'm ko'chib o'tish yordam berildi. Bundan tashqari u 5 yil muddatga jo'ra foizli foiz stavkasi bilan 10 ming so'm miqdorida uy-joy krediti oldi. Bu kredit ipoteka bank orqali rasmiylashtirildi. Ushbu kredit bo'yicha foiz xarajatlarini hukumat to'liq qoplagan, shifokor faqat asosiy qarzni qaytargan. Bu esa yosh mutaxassisga tezda joylashib, ishiga e'tibor qaratishga imkon berdi. 5. Asterisk tadbirkorlar, ayniqsa qishloq xo'jaligi va hunarmandchilik sohasidagi kichik biznes subyektlari, ularga davlat tomonidan berilgan imtiyozli kreditlar, subsidiyalar va grantlar davlat banklari orqali amalga oshiriladi. Bu mablag'lar biznesni kengaytirish, yangi ish o'rinlari yaratish uchun ajoyib imkoniyatdir. Misol 5 tadbirkor. Shahzod aka meva va sabzavot yetishtirish bilan shug'ullanadigan kichik fermer. U o'z yerlarini kengaytirib, yangi issiqxona qurishni niyat qildi. Davlat dasturi doirasida qishloq xo'jaligi sohasidagi tadbirkorlarga beriladigan imtiyozli kreditlar haqida eshitib, Agrobankka murojaat qildi.
u 50 milyon so'm miqdorida yillik 41% stavkasi bilan kredit oldi. Bu bo'lsa bozor stavkasidan ancha past edi. Bundan tashqari unga energiya tejovchi texnologiyalar, quyosh panellari o'rnatish uchun davlat tomonidan 11 million so'm miqdorida grant ajratildi. Bu grant puli to'g'ridan-to'g'ri texnika yetkazib beruvchi kompaniya hisobiga o'tkazildi. Bunday qo'llab-quvvatlash Shahzod akaga biznesini kengaytirish va yangi ish o'rinlari yaratish imkonini berdi. Altis Astros nogironligi bor shaxslar. Ularga ham turli xildagi qo'shimcha to'lovlar, kompensatsiyalar va imtiyozlar ajratiladi. Bu nafaqalar, balki reabilitatsiya vositalarini sotib olish, davolanish xarajatlarini qoplash kabi masalalarda ham ko'mak bo'lishi mumkin. Kim xavotirlanmasligi, ya'ni bu dasturlar qatori ularga taalluqli bo'lmasligi mumkin. Odatda yuqori daromadli, moddiy ahvoli yaxshi bo'lgan fuqarolar, shuningdek yuqorida sanab o'tilgan toifalarga kirmaydiganlar uchun ushbu katta qo'shimcha to'lovlar dasturi mo'ljallamagan bo'lishi mumkin. Bu asosan ijtimoiy adolat tamoyili asosida amalga oshiriladigan, ehtiyojmand qatlamlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan dasturlardir. Ikkinchi asosiy qism qoidalardan istisnolar, qaltis jihatlar va ko'zdan panoh bo'lgan nozik nuqtalar har qanday hukumat dasturida bo'lgani kabi. Bu qo'shimcha to'lovlarni olishda ham ba'zi istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan qaltis jihatlar va ko'zdan panoh bo'lgan nozik nuqtalar mavjud. Ularni bilish sizga pulni olish jarayonida o'rtacha muammolarga duch kelmaslikka yordam beradi. Bir daromad chegaralari, ko'pgina ijtimoiy dasturlar, ayniqsa kam ta'minlangan oilalarga qaratilganlari ma'lum bir daromad chegarasini belgilaydi. Agar sizning oilangizning oylik daromadi aholi jon boshiga belgilangan minimal miqdordan yuqori bo'lsa, siz dasturdan chetda qolishingiz mumkin. Bu adolatli ko'rinsa-da, ba'zan oilaning umumiy ahvolini inobatga olmagani uchun tushunmovchiliklar keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, oila daromadi yuqori ko'rinsa-da, lekin unda nogiron a'zo bo'lsa va uning davolanishiga katta xarajatlar ketsa, u oila ham ijtimoiy himoyaga muhtoj hisoblanishi mumkin. Ammo qoidalar ba'zan faqat raqamlarga asoslanadi. 2. Fuqarolik va rezidentlik talablari. Odatda bunday dasturlar faqat O'zbekiston Respublikasi fuqarolari uchun mo'ljallangan. Chet el fuqarolari yoki doimiy yashash ruxsatnomasi, vitna jitalsizlik bo'lmagan shaxslar bu imtiyozlardan foydalana olmaydilar. Shuningdek, ba'zi dasturlar ma'lum bir hududda doimiy ro'yxatdan o'tgan bo'lishni talab qilishi mumkin. Bank tanlovi. Barcha davlat banklari bir xil dasturlarni taklif etmasligi mumkin. Har bir davlat banki, masalan Xalq banki, Agrobank, O'zmilliy bank, Ipoteka bank va boshqalar ma'lum bir yo'nalishga ixtisoslashgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun aynan qaysi bank orqali sizga tegishli qo'shimcha to'lov berilishini aniqlab olish muhim. Masalan, qishloq xo'jaligi sohasidagi subsidiyalar ko'pincha Agrobank orqali amalga oshirilsa, ipoteka subsidiyalari Ipoteka bank yoki O'zmilliy bank orqali berilishi mumkin. Muddatiylik ko'pgina davlat dasturlari cheklangan muddatga amal qiladi. Agar siz belgilangan muddat ichida murojaat qilmasangiz, o'z haqqingizdan mahrum bo'lishingiz mumkin. Ba'zi dasturlar uchun birinchi kelgan birinchi oladi, tamoyili ham amal qilishi mumkin. Shuning uchun doimiy ravishda yangiliklarni kuzatib borish juda muhimdir. Masalan, yosh oilalar uchun beriladigan subsidiyalar har yili ma'lum bir kvota asosida ajratiladi va bu kvota tugagach keyingi yilgacha kutishga to'g'ri keladi. 5. Firibgarlar tahdidi. Afsuski, har qanday yangi va foydali dastur firibgarlarning e'tiborini tortadi. Sizga davlat nomidan telefon qilib karta raqamingiz, PIN kodingiz, CVV raqamingizni so'rashi mumkin bo'lgan shaxslarga aslo ishonmang. Davlat banklari yoki davlat xizmatlari markazlari hech qachon sizdan bunday maxfiy ma'lumotlarni telefon orqali so'ramaydi. Shaxsiy ma'lumotlaringizni faqat rasmiy idoralarga shaxsan o'zingiz borganda taqdim eting. Har doim murojaat qilayotganingizda rasmiy manbalarni, bank filiali, davlat xizmatlari markazi tekshiring. Asl hujjatlarning to'liqsizligi yoki noto'g'ri taqdim etilishi. Bu qo'shimcha to'lovni olishdagi eng keng tarqalgan muammolardan biridir. Birgina hujjatning yo'qligi yoki undagi kichik xatolik ham arizangiz rad etilishiga sabab bo'lishi mumkin. Har bir hujjatni diqqat bilan tayyorlash va topshirishdan oldin 2 marta tekshirish zarur. Misol uchun ma'lumotnomaning amal qilish muddati o'tgan bo'lsa yoki familiya ismida kichik harfiy xato bo'lsa, bu ham muammo tug'diradi. 7. Asterisk. Jarayonning uzoqligi va sabrsizlik. Ba'zi to'lovlarni olish jarayoni bir necha kun, hatto haftagacha cho'zilishi mumkin.
hukumat dasturlarida juda ko'p arizalar qabul qilinishi sababli ularni ko'rib chiqish ma'lum vaqt talab etadi. Sabrli bo'ling va muntazam ravishda arizangizning holatini tekshirib turing. Har bir bosqichda sizga SMS orqali xabar kelishi mumkinligini ham hisobga oling. 8 avtomatik tarzda to'lovlar va arizaga asoslangan to'lovlar. Ba'zi qo'shimcha to'lovlar, masalan, nafaqaxo'rlar uchun ba'zi bir turdagi kompensatsiyalar avtomatik ravishda hech qanday ariza bermasdan sizning bank kartangizga kelib tushishi mumkin. Ammo ko'pchilik yordamlar uchun baribir ariza berish talab etiladi. Qaysi turdagi to'lovga murojaat qilayotganingizni aniq bilishingiz kerak. Agar sizga avtomatik to'lanadi deyishgan bo'lsa ham, vaqti bilan bank hisobingizni tekshirib turish zarar qilmaydi. 9. Soliq oqibatlari. Olingan qo'shimcha to'lovlar soliqqa tortiladimi yoki yo'qmi? Bu savol ham muhim. Ko'pgina ijtimoiy to'lovlar soliqdan ozod qilinadi. Ammo bu har doim ham shunday bo'lmasligi mumkin. Bu haqda Davlat soliq qo'mitasi yoki bank xodimidan aniq ma'lumot olish zarur. Kichik biznesga beriladigan subsidiyalar yoki grantlar, agar ular biznes faoliyati bilan bog'liq bo'lsa, soliqlarni optimallashtirishda hisobga olinishi mumkin. Uni boshqa imtiyozlarga ta'siri ba'zi ijtimoiy dasturlar bir-birini istisno qilishi mumkin. Ya'ni bir dasturdan foydalansangiz, boshqasidan mahrum bo'lishingiz mumkin. Bu asosan umumiy ijtimoiy himoya shartnomalarida ko'rsatiladi. Barcha mavjud imtiyozlar va ularning bir-biriga ta'sirini o'rganib chiqing. Agar siz bir nechta dasturga mos keladigan bo'lsangiz. 1. Mintaqaviy farqlar. Ba'zi dasturlar butun respublika bo'ylab bir xil amal qilsa, boshqalari mahalliy hokimiyatlar tomonidan qo'shimcha ravishda yoki o'zgacha shartlarda joriy etilishi mumkin. Masalan, Toshkent shahrida yosh oilalar uchun ajratiladigan imtiyozlar Qoraqalpog'iston Respublikasidagi shartlardan farq qilishi mumkin. Shuning uchun yashash manzilingiz bo'yicha tegishli idoralardan aniq ma'lumot olish tavsiya etiladi. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerakligi bo'yicha aniq qadamlar. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Sizning harakatlar ketma-ketligi. Siz haqli bo'lgan qo'shimcha to'lovni olish uchun quyidagi aniq qadamlarni bajaring. Birinchi qadam. O'zingizning mosligingizni aniqlang, mezonlarni tekshiring. Yuqorida sanab o'tilgan toifalarning qaysi biriga kirishingizni aniqlang. Siz nafaqaxo'rmisiz, kam ta'minlangan oilamisiz, ko'p bolali oilamisiz? Yosh mutaxassismisiz, tadbirkormisiz yoki nogironligi bo'lgan shaxsmisiz? Hukumatning rasmiy veb-saytlari, masalan, Ijtimoiy himoya milliy agentligining sayti, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov. Uz yoki davlat banklarining rasmiy saytlaridagi yangiliklar va dasturlar bo'limini muntazam kuzatib boring. Unda hozirda qaysi dasturlar faoliyat ko'rsatayotgani va ularning asosiy mezonlari aniq ko'rsatilgan bo'ladi. Eng yaxshisi, mahallangizdagi ijtimoiy ishchi yoki mahalla raisi bilan bog'laning. Ular sizga aynan sizning hududingizda mavjud bo'lgan dasturlar va ularga murojaat qilish mezonlari haqida eng to'g'ri ma'lumotni berishlari mumkin. 2. Ikkinchi qadam. Kerakli hujjatlarni to'plang. Pasport, asl nusxasi va nusxasi nafaqaxo'rlar uchun. Tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar bolalar uchun. Ayniqsa ko'p bolali oilalar yoki bolalar nafaqasi uchun. Nikoh guvohnomasi yosh oilalar uchun. Daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnoma. Ish joyingizdan agar ishlasangiz yoki soliq idorasidan oxirgi 2 oy yoki 6 oy uchun dastur talabiga ko'ra. Agar rasmiy daromadingiz bo'lmasa, mahalladan kam ta'minlanganlik to'g'risidagi ma'lumotnoma. Bank hisob raqamingiz to'g'risidagi ma'lumotlar. Davlat banklaridan birida ochilgan hisob raqami, plastik karta raqami ham bo'lishi mumkin. Uy joyga egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlar, agar ipoteka subsidiyasi uchun bo'lsa, nogironlik tasdiqlovchi hujjat nogironligi bo'lgan shaxslar uchun. Ta'lim muassasasidan ma'lumotnoma, agar ta'lim krediti yoki yosh mutaxassis dastur bo'lsa, unutmang. Har bir dastur uchun hujjatlar ro'yxati farq qilishi mumkin. Shuning uchun murojaat qilishdan oldin aniq ro'yxatni bilib oling. 3. qadam. Qayerga murojaat qilish kerak? Asosiy manzil. Sizning eng yaqin davlat banki filiali, bu Xalq banki, Agrobank, O'zmilliy bank, Ipoteka bank. Asaka bank yoki boshqa bir davlat bankining filiali bo'lishi mumkin. Aynan qaysi bank bilan ishlashingiz kerakligini dasturning rasmiy hujjatlaridan yoki davlat xizmatlari markazidan aniqlab oling. Bankka borganda xodimga aynan qaysi davlat dasturi bo'yicha murojaat qilayotganingizni aniq ayting. Muqobil manzil, davlat xizmatlari markazlari, DXM
Bugungi kunda DXM'lar ko'plab davlat xizmatlarini bir darcha tamoyili asosida taqdim etadi. Bu yerda sizga qaysi dasturlar mavjudligi, ularga qanday hujjatlar kerakligi haqida to'liq ma'lumot beriladi va ariza to'ldirishda yordam beriladi. Ba'zi hollarda arizangizni to'g'ri DXM orqali ham topshirishingiz mumkin. Onlayn portallar agar mavjud bo'lsa, yagona interaktiv davlat xizmatlar portali myPOK.uz orqali ham ba'zi ijtimoiy to'lovlar uchun onlayn ariza berish imkoniyati mavjud. Bu eng qulay usullardan biri bo'lib, vaqtingizni tejaydi. Portaldan ro'yxatdan o'ting va ijtimoiy himoya bo'limini ko'zdan kechiring. Dattas 4-qadam. Qanday ariza yozish kerak? Bank yoki DXMda sizga maxsus ariza blankasi taqdim etiladi. Uni diqqat bilan to'ldiring. Arizada ism familiyangiz, pasport ma'lumotlaringiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, shuningdek murojaat qilish sababingiz, masalan, bolalar nafaqasi, ipoteka subsidiyasi va hokazo aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Barcha talab qilingan joylarga imzo cheking. Ba'zi hollarda ariza to'ldirishda bank xodimi yoki DXM xodimi yordam beradi. Ulardan savol berishdan tortinmang. Hujjatlaringizning barchasini to'liq va tartibli ravishda topshirganingizga ishonch hosil qiling. 5-qadam. Ariza topshirganingizdan so'ng sizga ehtimol arizangizning tartib raqami beriladi. Bu raqam orqali siz arizangizning holatini DXMning rasmiy saytida, agar ular orqali topshirilgan bo'lsa, yoki bankning ma'lumot markazidan telefon orqali bilib olishingiz mumkin. Agar ma'lum muddat o'tgan bo'lsa va sizga javob kelmasa, yana bir bor murojaat qilishingiz va vaziyatni aniqlashtirishingiz lozim. Agar arizangiz rad etilsa, rad etish sababini aniq bilib oling. Ba'zan kichik bir kamchilikni bartaraf etib, qayta ariza topshirish mumkin. Masalan, noto'g'ri hujjat taqdim etilgan bo'lsa, uni to'g'rilab, yana murojaat qila olasiz. Eslatma, butun jarayon davomida sabr-toqatli bo'ling. Har qanday shubhali takliflarga ishonmang. Faqat rasmiy manbalarga murojaat qiling va o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni himoya qiling. Sizning haqqingiz bo'lgan pulni olishdan qo'rqmang va unga erishish uchun barcha choralarni ko'ring. Davlat banklari va davlat xizmatlari markazlari sizga yordam berish uchun mavjud. Xulosa va yakuniy chorlov, qadrli do'stlar. Bugungi videoda men sizlarga davlat banki orqali olinishi mumkin bo'lgan katta qo'shimcha to'lovlar haqida juda batafsil ma'lumot berishga harakat qildim. Siz haqli bo'lgan mablag'lar shunchaki bank hisobingizda yotmasligi yoki siz ulardan bexabar bo'lib qolmasligingiz kerak. Davlat fuqarolarini qo'llab-quvvatlashga intilmoqda va bu imkoniyatlardan foydalanish har birimizning o'z qo'limizda. Shunday ekan, ushbu ma'lumotni o'z yaqinlaringiz, do'stlaringiz va hamkasblaringiz bilan ulashishni unutmang. Ehtimol sizning birgina harakatingiz kimningdir hayotida katta ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'lar. Videoga like bosing, kanalimga obuna bo'ling va eng muhimi, o'z fikrlaringizni, savollaringizni yoki shaxsiy tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning har bir izohingiz men uchun juda qimmatli. Keyingi videolarda ko'rishguncha